Men hayotimda bunday dahshatli nokautni hech qachon ko'rmaganman. Go'yo jangchi zudlik bilan yordamga muhtoj edi. Shu paytda esa uning raqibi Zak Istlik g'alabasini nishonlash uchun qafasga chiqayotgan edi. Faqatgina ringga shifokorlar yugurib chiqqach, Zak vaziyat qanchalik jiddiy ekanini tushundi. Garchi Mitchell keyinchalik o'ziga kelgan bo'lsa ham, o'sha dahshatli tun uni butun umr ta'qib qildi. Jang boshlanganidan so'ng Zakning hujumdagi ustunligiga qaramay, Mitchell takedown qilib uni setkaga bosib qo'ydi. Shu paytda Mitchell to'liq ustunlikka ega edi va pastdan zarbalar seriyasini yo'lladi. Ammo aynan u tashlashni amalga oshirmoqchi bo'lgan paytda kutilmagan holat yuz berdi. Qutulib chiqish uchun Zak eng keskin usullardan birini qo'llab, raqibini kuch bilan yerga uloqtirdi. Aslida Mitchell zarbadan keyin allaqachon hushini yo'qotgan edi, lekin Zak instinkt bilan yana bir zarba berdi va bu holat jarohatni yanada og'irlashtirdi.